Mayli ajrashgan men bilan ko'rasan, itni keyingi oyog'i bo'lasan. Hammani tegida yotasan. Ota-onasini yuzini, hurmatini qilib, eri bilan yashab yurgan ayollar juda ko'p. Mana aytganingizdek 6 oydan biri уже eri bilan yashamaydi, lekin har doim ota-onasi ering bilan yasha, eringni hurmatini qil, eringni yaxshi ko'r, ering bilan yasha. Yasha talab qilib. U ayol ota-onasini hurmat qiladi. Men lekin shuni tushunmayman. Bu avvalambor obro' e'tibor uchun ota-onalar, gap so'zlar kamayishi uchun, qarindosh urug'larni oldida yuzi yerga qaramasligi uchun ota-onalar shunaqa tavsiyalar beradi qiziga. Qizlariga yasha. Bizani avlodimizda ajrashganlar bo'lmagan deydiganlar bor. Ota-onalar. Bolalaring yetim qoladi. Lekin u ota-onalar o'zligi u er bilan yashamagan. Yoki o'zligi ham shunaqa hayot kechirishganda, qiynalib, dabdalasi chiqib, eri xotin mana ulg'aytirib kim uchundir yashab, biz chidaganmiz-ku. Sen ham chidasang o'lasanmi? degan ma'no yotibdi. Lekin har bir zamonni o'zini vakillari bor. Hozirgi zamon vakillari oldingi zamon vakillari bilan to'g'ri kelmaydi bir-biriga. Inson orqaga qarab yashash kerak emas. Oldinga intilib yashash kerak. Orqasidagi o'sha chidaganlari u o'ziga, u o'zini hayot, o'zini kurashi. O'sha kurash. Bu yog'iga qiziga yaxshi hayot kechirib ketish uchun imkoniyat yaratish kerak. Gap so'z ko'payishining yana bitta sababi hozir ajrashgan ayol bo'lsa, beva ayol bo'lsa, endi bu erkaklarni gapi, ayollarda ham bor shunaqa gap. Boshqa erkaklar ishxonasidagi, mahallasidagi, ko'cha-ko'ydagi erkaklar, bu ayol ajrashgan, demak bu ayolga men gap ochishim mumkin. Gapirsam u ayol ko'nib ketadi, chunki u hozir muhtoj erkakning mehriga deb bir xil erkaklar shunaqa deb o'ylaydi. Lekin bilmaydiki, u ayol qanaqa yo'l bilan ajrashgan, nima bo'lgan oraligida eri bilan, qanaqa muammolarga uchragan. Shuni tushunmaydi ko'pchilik erkaklar. Ko'p ota-onalar, ayollar ham shundan qo'rqadi. Hozir men ajrashsam, men bo'ydoq bo'lsam, hamma atrofdagilar menga gap ochishni boshlaydi degan qo'rquv bor. Bu o'zini qo'rquv aslida psixologik qo'rquv. Real hayotga to'g'ri kelmasligi mumkin. Bu ichidan qo'rquv paydo bo'lib qoladi. Bu qo'rquv ota-onasi singdirgan bo'lishi mumkin. Yoki ayolni eri singdirgan bo'lishi. Mayli ajrashgan men bilan ko'rasan, itni keyingi oyog'i bo'lasan. Hammani tegida yotasan deb haqorat qilib ajrashib ketganlar. Bu ayolni keyin qo'rqib qoladi. Qo'rqib qoladi. Normal muloqot qilishdan ham qo'rqib qoladi. Do'stona erkak kishi bilan gaplashishdan ham qo'rqib